Hozirda ahvolim juda yaxshi. Ozgina ishlari bor, lekin bular ham qaytsa figuram yanada chiroyli bo'lib qolishini bilaman. Hozir sezib turibman. Chunki kundan kunga ancha ishlar qaytib, ancha o'zgarish bo'lib turibdi. Shuning uchun juda ham xursandman. Og'riqlar qanaqa? Og'riqlar umuman qolmadi. O'sha faqat o'sha bir kun qiynalar ekanman, keyin 1 kun, 2 kun davomida eng ko'pi bilan 3 kun diskomfort holatlar bo'lishi mumkin, lekin 3 kundan keyin hammasi sekin-sekin o'zini joyiga tushib ketadi. Hurmatli obunachilar, aziz ayollar, Renaissance klinikasida navbatdagi kompleks amaliyotimizni chiroyli natijasini ko'rishingiz mumkin. Patsientkamiz bizga Koreya davlatidan murojaat qilganlar, o'zlari O'zbekistonda yashaganlar, hozir Koreya davlatida istiqomat qiladilar. Hurmatli obunachilar, demak ko'rishingiz mumkin, patsientkamiz bitta tug'ruqdan keyin bizga murojaat qilganlar, demak qorinlarini oldingi yon va orqa taraflarda teri osti yog' qavati juda ham ko'pligi sababli biza bor yog'larni olib po'palariga chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Patsientkamizda bitta tug'ruq bo'lganligi sababli qorinda farq holatdagi osilish juda ham ko'p emasdi. O'sha uchun biza kesim bilan abdominoplastika operatsiyasini o'tkazmaganmiz, faqatgina liposaksiya hamda lipofilling amaliyotlarini o'tkazib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ayollar jamoasi bilan patsientkamizga liposaksiya va lipofilling amaliyotini o'tkazganmiz. Amirullo Shodiyevich boshchiliklarida esa face lifting amaliyotlarini patsientkamizga o'tkazib berganmiz. Navbatdagi kompleks operatsiyamizni natijasiga baho berishingiz mumkin.